Mana shu kaliti bo'lmasa, shu ekskavator zavat qila olmaysizlar. Nomeriga nechi lekin 3-4 nomer yo'q. Bu Hyundai 145 HW 145 sostanez gulshitil 10 tomondan. Buni 6 ta portion bor bilsanglar. Buni hozir bizachi saloniga shunday qilib yo'qga o'tiramiz salonni, lekin oyda hamisha yetib kelganman, yana aytaman, yana bir takror aytaman. Hyundai salonni yoradi. Ham ko'rasizlarmi? Hammasi bor. Start stopmi? Narsa 360 kamera, rul lekin bor, konkretniy yorvarishni qilib o'rgan, sportivniy mashina rulini qilib o'rgan bor. Mana bu kalitni mana shu yerga qo'yib qo'yasiz. Mana hozir start stop yoqasiz, ekskavator zavat bo'ladi, ishlaydi. Zo'rmi? Qaychisi gidromolti salon ham bitta bosasiz, undoq qilib salonda yorvarishim bo'ladi. Orqalari, kabina, hamma narsasi bor. Kamera bilan maza qilib rulni bundoq qilsangiz keladi. Bundoq qilib nimaga men Hyundai hamisha zo'r deb kelaman? Salonini Hyundai yorvoradi boram sassiyanta. 2020 arzimaga matashaga sotilmaydi, egasi buni sotmaydi. Million pul bersangiz ham, sababi u ekskavator shunaqa mehr berilgan, ajoyib qo'shiladi. Egasi ham haqiqatni adbulus ishlaydi, o'chirilmagan. Adbulini o'chirmanglar. Adbulini o'chirsanglar, rasxod ko'payadi, quvvat kamayadi. O'shaning uchun o'chirmasdan ishlatinglar. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.